Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu dengiz bo'yini aylangach sizlar bilan shu harakat qilish yoki badan chiniqtirish va sog'lomlik to'g'risida o'zimniki ba'zi ko'z qarashlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammalarning ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilaman. Endi bizde şu konularda sağlamlık bibahar güher deyilgan bir ad sözü var. Hepsiz yaltırmışlıkta bizde gerçi bu sağlamlık bibahar güher diyen bolsak mı? Lekin nurgulluğun kıymetsiz işler için biz sağlamlığımızı kurban kılımız yoki olmasa bazı işler için sağlamlığımızga yeterlik ehemmiyet vermeyiz. Hem de sağlamlık degen hakikaten mi hayatta pek kıymetli, kıymetli narsa olması gerek. Lekin biz fakatla onu yo'qotgan vaqtida anandan keyin onun qimmatliga, onun qadriga yetirmiz. Lekin normalda biz sağlam vaqtimizda sağlamlikka naqadar qimmatli ekanligini ancha yetmaymiz. Hem de bu sağlamlık için nurgun amillar kerak. Bularni yig'inchoqlab aytgan vaqtida sağlamlık biri şu sap havoga muhtoj, ikincisi sağlam yemek içmekliklerge muhtoj, üçüncüsü hareketke muhtoj. Yani beden chiniqtirishga yoki bo'lmasa har xil hareketlerge muhtoj. Hem de sağlamlık degan vaqtida şu 3 noktadan ayrılıp turolmaydi. Yani bu 3 noktadan ayrılgan sağlamlık bo'lmaydi. Sap havo, sağlam yemeklik, hareket. Hem de hareket demek, hayatlık demek, hayatlık demek, hareket demek. Hem de bu hareketten ayrılgan hayatlık olmaydı yoki hayatlık bo'ladigan cho'qim hareket bo'ladi. Mundaq chiqqan vaqtida bu yerda harakat degan vaqtida birisi mikro, yana birisi makro, yani cho'ng jihatdan, kichik jihatdan. Masalan biz uxlagan vaqtimizdami bizningki yuragimiz so'qib turdi, nafsimiz yanıla to'xtamay nafaslanib turdi. Anandan keyin mingimizmi shu kunduzi o'rgangan narsalarni retlab chiqadi. Mundaq chiqqan vaqtida badanimizdagi nurg'un organlar bizningki uxlashimiz yoki oramlashishdan hech qanday to'xtamasdan, yani biz aramaga vaqtda, uxlagan vaqtida yani to'xtamay harakat qilib turdi. Albatta biz o'g'aq vaqtida yani harakat qilamiz. Hayat şu hareket bilen doğumlaşıdı. Biz ölgen vaqtidan keyin, anandan keyin badanning hareketlerimiz to'xtaydi degan gap. Şuna bu yerda harakat şu sağlam yaşayışımızda pek muhim. Undaqda bu hareket, yani badan chiniqtirishninki bizniki salomatligimizga konkret qanday ahamiyati bor degan vaqtida oldi bilan biz hareket qilgan vaqtimizda beden temperaturimiz isiydi, anandan keyin qon tomirlar kengaydi. Bular bek badanning sirt qismidagi qildam tomirlar kengayib ter chiqish bo'ladi. Ter chiqish orqali badandagi qoldiq moddalar, zaharlar badan sirtiga chiqarilib tashlanadi. Bu orqali börekninki yükünü azalttığı oldu. Yani meylen bilimiz bedendeki kaldık maddeler zehir ne birisi şu börek arkalık kısıp çıkarıp taşlansa, yani birisi terleş arkalık bedenimiz beden içindeki zehirini tazlap çıkardı. Hem de bu çiniqish arkalık biz kan aylanışını yaxshilayamiz. Qildam tomirlar kengaydi, terlash ko'p bo'ladi, badandagi zahar sirtqa chiqadi. Anandan keyin qon aylanish yaxshi bo'lganligi uchun normalda
şu qon yaxshi yetib baranmaydigan rayonlarga qon yaxshi yetib bardi. Qonning u yerga yetib berishi orqali u yerni oksigen bilan va oziq bilan ta'minlash bo'ladi. Bundaq chiqqan vaqtida shu qon aylanishini yaxshilash orqali badanniki butkul a'zolarniki sog'lomligiga kafolat qilib bo'ladi. Bo'libmi bak menga shu oksigen va oziqlikdan ortiq bo'lgan ehtiyojni yuqori bo'lib, biz davomli chiniq turgan vaqtda qon aylanishni yaxshiligini va u orqali menga yetarlik oksigen va oziqlik yetkazib bergili bo'ladi. Anından keyin hammamizga tonish bo'lgan shu badan ig'irligini kontrol qilish, ya'ni badandagi maylarni kuydirib semirib ketishninki oldini olg'ili bo'ldi. Bu semirib ketishninki oldini olish orqali yurak kasali, andan keyin yuqori qon besimi, andan keyin diabet kasali degandagidek nurg'unlagan semiz kasalliklar bilan munosabatlik, semizlik bilan munosabatlik nurg'un kasalliklarniki oldini olg'ili bo'ldi. Andan keyin shu bo'g'im, tiz bo'g'imlari, shu badandagi bo'g'imlarniki qitibilishni oldini olg'ili bo'ldi. Biz davomli chiniqib turgan vaqtda mayli yo'l yurayli, mayli yugurayli, mayli suv izayli va velosiped minayli ish qilib qandaylikim bo'lsin, shu harakat qilib turgan vaqtda bizniki bo'g'imlarimiz, beg'ishlarimizninki harakati ravon bo'ladi, ketishib qolgan ish bo'lmaydi. Andan keyin shu nima ruhiy kayfiyatimiz yaxshi bo'ldi, badanimiz har doim bir xil energiyaga to'shqan yaxshi bir kayfiyatni saqlab bo'ldi. Andan keyin shu yurakninki so'qishini, ya'ni yurakninki har qitim so'qqan vaqtida sirtqa ishtirib chiqara oladigan qon miqdorini yuqori ko'targili bo'ldi. Ya'ni qon aylanishiningki yaxshiligini, andan keyin yurakninki so'qish iqtidorini yaxshiligini bo'ldi. Bular yana aylanib kelib dastlabda men degandagidek shu badanimizniki har qaysi organlarniki qon ta'minoti, andan keyin qon orqali oksigen va oziq ta'minotini yaxshiligini bo'ldi. Andan keyin shu meningki qon aylanishini ya qon ta'minotini, oksigen, oziq ta'minotini yaxshilash orqali bizniki asli saqlash qobiliyatimizni yuqori ko'targili bo'ldi. Andan keyin bir narsa o'rganish qobiliyatimizmi yuqori bo'ldi. Chunki meningki butun iqtidori hammasi uningga yetib kelgan oksigen va oziqlik bilan munosabati bo'lganligi uchun bizniki badanimizning qon aylanishi yaxshi bo'lgan vaqtida, oksigen va oziqlik ta'minoti yaxshi bo'lgan vaqtida meningki ishlash iqtidorimi yaxshi bo'ladi. Natijada biz bir narsalarni o'rgangan vaqtimizda yaxshi o'rgana olamiz yoki uni esimizda yaxshi saqlay olamiz. Andan keyin eng muhimi nima degan vaqtda shu yuqoridek shu har xil shu harakat qilishning har xil foydalari orqali bizningki ömrimiz uzun bo'ladi. Ya'ni sog'lom bo'lamiz, andan keyin ömrimizni uzarta olamiz. Bundaq aytgan vaqtida bu harakat qilishninki sog'lomlikqa bo'lgan ahamiyatlari nihoyatda ko'p bo'lib, eng oxirisida bularninki hammasi qo'shilib berib, bizningki uzun ömür ko'rishimizda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Ondan boshqa andan keyin shu badan ig'irligimizni kontrol qilib, andan keyin semirib ketishning oldini olish orqali biz shu tizimizningki zaxm bo'lishining oldini ola olamiz. Ya'ni badan ig'irligi bak ishib ketgan vaqtida vaqtning o'tishiga ergishib, masalan 50-60 yoshlarga borgan vaqtda bu tiz nihoyatda yuqori ig'irlikdagi badan ig'irligiga shu taqobil turib kelganligi uchun uniki zaxmi bo'lish fursati jiq bo'ladi. Ya'ni semiz odamlarniki tizningki
zaxm bo'lishi yoki bo'lmasa shu manga vaqtida tiz og'riydigan ishlarninki paydo bo'lishi asosli shu badan ig'irligininki ishib ketganligidan bo'ldi. Biz harakat qilish orqali badan ig'imizni kontrol qilish orqali tizimizniki zaxm bo'lish turistini to'valtalaymiz. Yana bundaq chiqqan vaqtida bu semiz odamlarning ichida shu kelgusida shu 50-60 yoshdan oshgan vaqtida tiz almashtiradigan operatsiya qiladiganlar ko'p. Ular balkim yosh vaqtida shu yashangan vaqtda, o'tir yoshdan o'tgan vaqtda shunday holga tushib qolganligini balkim o'ylamagan bo'lishi mumkin. Shu sababdan normalda, ya'ni yosh vaqtida harakatga yetarlik ahamiyat bermaganligi uchun badan ig'irligi kontrol bo'lmaganligi uchun yosh 50-60 yoshdan oshgan vaqtida tiz oz xarakterli zaxmlanib oxirida tiz almashtiradigan operatsiyaga tushib qoladigan shunday ahvollarga duch kelishi mumkin. Shunga bu yerda harakat degandan keyin biz garchi harakatninki shu sog'lomligimizga bo'lgan foydasini tursaqmi, lekin uningki konkret qandaq foydasi borligini biz real hayotimiz bilan birlashtirmaganlik uchun normalda biz alayda diqqat qilib ketamaymiz. Lekin biz yoshninki cho'ng'ishiga ergishib ba'zi kasalliklarga giribdor bo'lgan vaqtimizda u vaqtida masalan harakat qilishninki ahamiyatini tunib yetishimiz mumkin, lekin u vaqtida biroz kechikkan bo'lamiz. Ba'zi narsalar, ba'zi zaxmlar keyniga yenish qiyin bo'lganligi uchun u vaqtida ba'zi allburun paydo bo'lib bo'lgan kasalliklarni bu keyniga yandirish qiyin bo'ldi. Anandaki bunday chiqqan vaqtida bizniki zavqimiz yuksak, pushaymon asliga kelmaydi. Lekin shundaqdimi bu harakat qilishni, badan chiniqtirishni boshlashdiki yosh cheklamasi yo'q. Ya'ni biz har qanday yoshda agar biz harakatninki salomatlikka bo'lgan ahamiyatini tunib yetsak, har qanday vaqtida bu harakat qilishni boshlasak bo'ladi. Ben shaxsan o'zim aytsammi, meningki bu harakat qilish jihatda bak alayda iqtidorim yo'q. Ya'ni burun men bu harakatga alayda ahamiyat bermaganligim uchun tanterbiyada bo'lsin yoki boshqa badanchilik turlarida bo'lsin, mening o'zim alayda alayligim yo'q. Birdan bir mening alayligim yo'l yurish. Yo'l yurgan vaqtida xili chiniqqan odamlarning hukmi yengilib qolmayman, chunki men yo'l minishda o'zimniki xili chidamligim bor bo'lib, bir kuniga 20-30 kilometr yo'lni asosan minib keta olayman. Shunga endi bu yerda qaysi xil turdagi harakatni nuqtaliq elib berish muhim emas, eng muhimi o'zimiz yaxshi ko'rgan harakatni izchil davom qilish. Ya'ni bizningki yurkimizningki ko'tarash yukidan oshirib holda bu harakatni izchil davomlashtirsak, anandan keyin buningki ahamiyati texmi cho'ng bo'ldi. Albatta ba'zilar yosh vaqtlarda odam bir xil kuchlik, ig'ir tipdagi tantarbiya chiniqishlarni tanlashi mumkin. Bu u yoshdagilarga mos kelishi mumkin, biroq agarda buni izchil davomlashtira olmagan vaqtida uning ahamiyati unchalik zo'r bo'lmaydi. Shunga o'zimiz tanlagan chiniqish usullarini tanlab izchil davomlashtirish bizning salomatligimizda nihoyatda muhim. Bugungi so'zimni mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga amonat. Keyin qitim ko'rishamiz.